Salom, bugun men sizlarga yana bir yoqa tikish usulini ko'rsatmoqchiman. Men bu yoqani oldin o'zim taxlab olgan oson deb bilaman. Sizlarga ham shunaqa usulni ko'rsatmoqchiman. Bunda matoni tanamizga, yoqasiga mo'ljallab andoza qilib olamiz. Ikkalasi bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Shunaqa qilib chizib olamiz. Endi esa razmerlar tepaga ham pastga ham 15,5 qilib olamiz. Shunaqa to'rtburchak shaklda chizib olsangiz chiroyli chiqadi. Tepaga burchak holatda 4 chiqamiz. Qarang, pastga 20, o'rniga 15,5 dan 8, bu yoqqa 4. Tushunarli bo'lishi uchun yana qaytadan sizlarga ko'rsatdim. Endi qiyalikda dumaloq shaklda qilib olamiz. Matoni qirqib olgandan so'ng fluzron bilan yopishtirib olamiz, qattiqroq turishi uchun. Endi esa navbat yoqani etek qismiga bezak uchun mato olamiz, ya'ni pirpirak qilib. Eniga 7 santimetr, bo'yiga 60 qilib oldim. Mato buklangan holatda 2 qavat. Bu esa planka qismi. Plankasini ham fluzor bilan qotirib olamiz, qattiq turishi uchun. Etek qismini shunaqa tikib zuborga berib olamiz. Endi esa yoqani o'rtasini belgilab, plankamizni shu tarzda tikib olamiz. Endi esa boyaga taxlagan matomizni yoqani o'ng tarafidan qo'yib, uni teskari qilib tikib chiqamiz. Zuborkalar yoyilib ketishi mumkin, qo'lingizda to'g'rilab tikasiz. Videolarim sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirib, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.